Aysha Bibi nomli umum ta'lim maktabining geografiya fani o'qituvchisi Iris va Gulnoza 9A sinfida geografiya fanidan Qozog'iston ichki suvlarining ekologik muammolari mavzusida ochiq dars o'tdim. Darsning maqsadi o'quvchilarga mamlakat suv resurslari haqida bilim berish bilan birga ekologik muammolarni tahlil qilish va zamonaviy texnologiyalar yordamida yechim izlash ko'nikmalarini shakllantirish. Darsda qo'llanilgan innovatsion usullar va texnologik yondashuv natijadorligini aytib o'tsam, uyga vazifa Kahoot o'yinidan foydalanilgani o'quvchilarning diqqatini jamlash va olgan bilimlarini tezkorlik bilan test qilish imkonini berdi. Bu darsdagi raqobat muhitini va qiziqishni yuqori darajada ushlab turishga yordam berdi. Dars davomida xarita bilan ish olib borildi. Geografiya darsining ajralmas qismi bo'lgan xarita ustidagi ishlar izchillik bilan olib borildi. O'quvchilar nafaqat obyektlarni xaritadan topdilar, balki Qozog'istonning foydali qazilmalarini shartli belgilari asosida topib, har biriga ta'rif berishdi. Yangi mavzu bayonini aytib, video lavha asosida yanada mukammal tushuntirib bordim. Darsda nazariy bilimlar bevosita amaliyot bilan bog'landi. Ayniqsa suvning ifloslanishi va uni tozalash yo'llari mavzusidagi laboratoriya ishi darsning eng yuqori nuqtasi bo'ldi. Tadqiqot jarayoni. O'quvchilar laboratoriya sharoitida suvning ifloslanish darajasini, loyqalanish, rang va hid aniqlash bo'yicha tajribalar o'tkazdilar. Metodik yangilik. Laboratoriya ishi davomida o'quvchilar oddiy va murakkab filtrlash usullarini qo'llab ko'rdilar. Darsda mustahkamlash jigso usuli. Bu usul orqali o'quvchilar guruhlarga bo'linib, Orol dengizi, Kaspiy dengizi, Balxash ko'li va daryolar muammolarini alohida o'rgandilar. Bu ekspertlik mahoratini oshirish va jamoaviy mas'uliyatni shakllantirishga xizmat qildi. Google uslubidan o'quvchilar yangi mavzuga oid termin so'zlar bilan ish olib borishdi. Darsning xulosasini aytadigan bo'lsam, bugungi dars orqali o'quvchilar Qozog'istonning ichki suvlari nafaqat tabiat boyligi, balki mamlakatimizning hayot tomiri ekanligini angladi. Kaspiy, Orol va Balxash kabi noyob suv havzalarini asrash, bu kelajakni asrash demakligini, biz yosh geograflar suvdan tejamkorlik bilan foydalanish va uni ifloslanishdan himoya qilish kerakligini o'quvchilarga tushuntirdim. Qozog'istondagi eng жылы ай qaysi? Qozog'istondagi eng жылы ай shilda, tavuz, navro'z, mavsum. Keyin isqay. Hamma o'zi bajaradi, hamma o'zi bajaradi. Ya'ni shilda aylanadi. Qozog'iston Respublikasini foydali qazilmalari va tarqalishi, bu foydali qazilmalar qayerlarda tarqaladi, nima maqsadda foydalanamiz, shularni ham nima bilishimiz kerak. Hozir foydali qazilmalar shartli belgilarini sizlarga beraman. Siz o'quvchilar mana shu shartli belgi qaysi foydali qazilma ekanligini aniqlaysiz va bizning mamlakatimizda qayerlarda tarqalganini nima qilasiz, aytib o'tkazsiz. Bu juftlik topshiriq o'quvchilar, ya'ni juft bu nima qilamiz, bajaramiz. İki guruhdan o'quvchilar ikkita o'quvchini doskaga chiqarsa, doskada ham Qozog'iston Respublikasining nima foydali qazilmalar xaritasi va foydali qazilma qonunnomalari bir-biriga nima qilamiz, tutashtiramiz. Birinchi topshiriqda daryolar guruhi 30 ball oldi, sizlar 20 ball. Ikkinchi topshiriqni bajaramiz. Qani juftlashib nima qilasizlar? Bajarasizlar. Bundan 13 ming yil ilgari Qora dengiz va O'rta Yer dengizi orqali dunyo okeanlari bilan tutashib turgan. Lekin hozirgi kunda bu nima bo'ldi? Unday emas. Sababi bu paytda dunyo okeanining sathi, suvning sathi 75 metr balandlikda bo'lgan. Kaspiy nomlanishligi atrofida, Kaspiy dengizi atrofida Kaspiy qabilasi yashagan ekan. Kaspiy qabilasi yashagan, bu haqida tarixning atasi Gerodot aytib o'tgan ekan. Kaspiy dengizi o'simliklar va hayvonlarga olingan juda boy. O'simliklarning 500 turi, baliq va dengiz hayvonlarining 854 xili uchraydi. Asosan dunyo baliqchilikda 82% baliq mana shu Kaspiy dengizidan ovlanadi. Yana o'quvchilar Kaspiy dengizi o'zida oqmas-ku, o'zidan suv oqib chiqmaydi. Faqat uni daryolar suvini nima qiladi? Olib kelib qo'yadi. Daryolar o'zi bilan suv bilan birga ko'pgina korxona
chiqindi suvlarni olib kelar ekanda va Kaspiy dengizi tagida, Kaspiy bo'yi pastlikligidagi neftni qazib olish paytida neftni tarkibida 20% oltin gugurt bor. Bu ham esa dengizning ifloslanishiga olib keladi. Kaspiy dengizidan pastlikligidan ham neft qazib olinadi. Kaspiy dengizi bahor oylarida to'lib toshar, ya'ni suv sathi ko'tariladi. Suv sathi pasayganda atrofdagi neftni o'ziga olib qoladi, olib tushib ketadi. Bu ham suvning ifloslanishiga olib keladi. Kaspiy dengizi Aqtau shahrida, masalan, Kaspiy dengizi atrofida juda ham ko'p sanoatlar qurilganda neftni qayta ishlash. Mana shu Aqtau shahrida joylashgan Kaspiy yaqinida Xalqon metallurgiyasi kombinati foydalangan suvning iflosligi shunchalik ekanki, Qo'chqorota ko'lidagi hayot yo'q, o'lik ko'lga aylantirib yuborgan. Kaspiy dengizini yana o'quvchilar hozirgi kunda asosiy ifloslanishi neft qazib olishdir. Neftni qazib olayotganda nima qiladi? Suvga to'kilishlar bo'ladi. Neftni ortayotganda Kaspiy dengizi orqali bizning qo'shni davlatlarga nima qiladi? Savdo-sotiq ham olib boriladi. Ya'ni dengizda ham nima qilinadigan suv ifloslanadi. Kaspiy dengizi ekologik muammosi faqat Qozog'istonning muammosi emas, hozirgi kunda Rossiya, Ozarbayjon, Turkmaniston, Eron davlatlarining eng katta oldida turgan katta muammolardan biri bo'lib kelmoqda va mana shu muammolarni bartaraf etishni hozirgi kunda rejalashtirmoqda. Xo'p, videolarga tomosha qilsak, darsimizga oid Orol dengizini hozirgi ahvolini, Orol dengizi mana shu ahvolga tushishiga kim sababchi? Insonlar sababchi. Biz o'quvchilar. Bizlar foydalanayotgan tabiiy resurslarni bizlardan keyingi avlodlar ham nima qilish kerakdir? Foydalanish kerak. Buning uchun bizlar nima? Tabiiy resurslarni har biridan oqilona foydalanishimiz kerak. O'quvchilar, hozir men sizlarga mavzumizga oid ya'ni tajriba o'tkazsak, amaliy ish ikki guruhga sizlarga suv va kerakli bo'lgan moddalarni beraman. Sizlar mavzuga oid qanaqa amaliy ish ayta olasiz? Bu guruhga o'zaro kelishasizlar, o'zaro qanaqa? Xo'p, amaliy amaliy ishga chiqqan o'quvchilarimiz nima qiladi? Xalatlarni bu guruhdan kim chiqadi? Suyuna va Rabiya. Qani? Sizlardan kim chiqadi? Jafar chiqasanmi? Jafar chiqadi. Yana kim chiqadi amaliy ishga? Shahinat, O'zminat, mayli chiqinglar. Qani bu amaliy ishni qanaqa qilib o'tkazib hozir men bu narsani olib kelay. Qani o'quvchilar bu guruh bo'lsin. Sen o'tir. Bugungi tajriba ishimizda biz neftning zarari haqida aytib o'tamiz. Neft bu suyuqlik, qora moy bo'lib hisoblanadi. Bu idishdagi suvni biz daryo va okean suvlar deb tasavvur qilamiz. Unga neft quyilgan vaqtda u dengizning, ya'ni okeanlarning ustini qoplab oladi. Haqiqatan shunaqa bo'lyaptimi? Haqiqatan shunaqa bo'lyapti. Ya'ni mana ko'ryapsizmi, qaramay nima qilyaptidir? Ustini qoplab. Suv qoplangan suv nima bo'lyapti? Kislorod o'tadimi? Kislorod o'tmaydi. Endi bu yerda nima bo'lyapti? O'simlik va hayvonlar organizm kislorodsiz yashay olmaydi. Nobud bo'ladi. Shu tariqa biz aytganimiz kabi neft tasodifan suvga tushib ketsa, faqat ko'rinishni o'zgartiradi. Balki suvdagi hayot uchun ham xavf tug'dirishi mumkin. Juda ham yaxshi. Xo'p, 30 ball. Ikkinchi guruh qani? Kim laboratoriya ishini kim olib boradi? Qani? Siz suvni
ko'llar guruhi ifloslanishi, daryolar guruhi suvni nimasini aytib o'tasiz? Biz hozir ifloslangan suvni qanday usullar orqali tozalab olishni o'rganamiz. Xo'p. Hozirgi kunda ifloslangan suvlarni ko'p miqdorini kimyoviy usullar orqali tozalamoqda. Xo'p. Suvni o'zi tozalashni qancha xil yo'li bor? Qancha xil yo'li bor? Uch xil yo'li bor. Xo'p, qani? Kimyoviy, Biologik, mexanika. Sizlar suvni tozalashni ko'rsatayapsizlar, ya? Xo'p. Kimyoviy tozalash bu nimadir? Suvni tozalashga nima ish olib boramiz? Kimyoviy tozalash. Dorilar orqali, ya? Qani siz bu suv, ya? Suv, ifloslangan suv deb olaylik. Buna biz kimyoviy elementlarni qo'shyapmiz, dorilarni qo'shyapmiz. Qani? Suvimiz nima bo'lyapti? Asl holatini nima qilyapti? O'zgartiryapti, tepaga ko'taramiz. Qani, suvimiz tozalandimi? Ko'rdingizmi? Kimyoviy tozalash orqali ham nima qilar ekanmiz? Tozalay olamiz. Bizlar ichimlik suvlarni, quvurlarni tozalashda asosi xlor, alkaliyan, dorilar orqali nima qilyapti? Tozalash. Xo'p, yana tozalashning bir turi biologik. Bu qanaqa tozalash? Maxsus bakteriyalar yetishtiriladi va iflos suvga tashlanadi. Keyin u suvdagi iflosni yeb bitirgandan so'ng oxirida o'zini suvni nima qilib ketadi? Tozalab. Suvni tozalashning uchinchi usuli mexanik tozalash usuli. Mexanik tozalash asosan filtrlar. Suvni hozirgi kunda insonlar filtrlar orqali ishlatyapti. Yana turmush tarzida va suvni setka orqali iflos musor suvlarni nima qilamiz-ku? Masalan, setka orqali tozalaymiz. Juda yaxshi. Bakteriya emas, musorlar nima qiladi? Tozalash olamiz. Juda yaxshi jahon. Suvni tozalashda 3 xil yo'l, ya. Ya'ni biologik, yana kimyoviy, yana qanaqa mexanik tozalashlarni aytdik, ya. Yaxshi. Qani aytchi? Biologik. Hamda mexanik tozalash ishlarini nima qildik? Siz ko'rsatib berdinglar, ya. Juda yaxshi, o'tiramiz. Bu o'quvchilar shunday aytadi. Ummon oldida tursak ham bir tomchi suvni nima qilma? Qilma deb aytgan, ya. Сәлемет сіздерге, мен су тамшысымын. Менің қарапайым тамшының су айналымындағы маңызын біліп терең түсінесіздер. Мен сіздерге әртүрлі киіммен жаңбыр, қар, бұршақ болып келетінімді анықтайтын боласыңдар. Сонымен қоса табиғаттағы ластану менің саяхатыма өте кері әсер ететінін және тазалығым бұзылатынын анықтайтын боласыңдар. Аптаның дәйек сөзін есімізге түсірейік. Ынтымақ жүрген жерде ырыс бірге жүреді. Егер адамдар бізді су тамшы... Бүгін әріптесіміз Гүлназа Ирисова Қазақстанның ішкі суларының экологиялық мәселелері бойынша ашық сабақ өтіп берді. Ашық сабақ дұрыс ұйымдастырылды. Оқушылар ұйымдастыру кезеңінде оқушылар топқа бөлінді. Тәрбиелік мақсатқа, яғни адал азамат біртұтас тәрбиеге байланысты қысқаша оқушылармен сұхбат жүргізілді. Үй тапсырмасы жүзеге асырылу мақсатында Кахклуб платформасы бойынша оқушылар жеке жұмысты жүзеге асырды. Сол қатарда жұптық жұмыс үйлестірме материалдарды оқушыларға таратылу арқылы жүзеге асырылды. Бұл бәрі атап өтіп кететін әрбір тапсырмаға мұғалім ауызша дескрипторды оқушыларға нақты және түсінікті қылып айтып барды. Жаңа тақырып басталу кезінде мұғалім термин сөздермен жұмыс істеді. Атап айтатын болсам, экология сөзі қандай мағына береді, сол туралы нақты ақпараттар берілді. Сабақты пысықтау мақсатында бейне таспа арқылы оқушыларға сабақ пысықтап, тәжірибелік іс жүзеге асырылды. Қосымша ақпарат суды аялау мәселесіне тоқтап, оны біздің күн тәртібіміздегі нақты күн тәртібімізге айналған аптаның дәйек сөзіне байланыстырып кетті. Оқушылар сабақтың қорытындысында оқушылар термин сөздерді атап өтіп,
қорытынды, жасанды, белсенді, нақты жауап беріп отырды.